Assalomu alaykum Houston, Texas. Kovboylar shahri, brisket go'shtlarini shahri, Issig'i mana bilan pistoletlarni shahri. Eng qizig'i mana Nefrog'ayni bilan yetib keldik o'tga. Ko'ramiz. Do'stlar, nomerimizning obzori Texasda, Houstonda. Marhamat. Yaxshi xona. Ki anu Yana vannamiz bor. Makler realtorlar 05 ga oladi, bilasan. Salom 05 05 olma. Oyna oldida men yotaman bu safar. Parkovkaga vid bor ekan. Gap yo'q lekin. Shahar qara. Shahar. Bitta olov berib yuboringlar. O, men bino tepasi yo'q ekan-ku. Tepasi ko'rinmayapti u binoni. Do'stlar, mana buni qaranglar, faqat filmda unaqa mahallalar bo'ladi deb o'yladim. Amerikada real mana taksida ketyapmiz. Qarang, uylarni azam rostdan ham kinodagi. Bitta mashina qo'ymangiz, sovg'a bermaysanmi? Doim sovg'a qilaman. Sims o'ynashni yaxshi ko'rasan? Yo, akamni berardim saniki. Do'stlar, Houstonda mana rooftopga chiqdim. Mana shunaqa 4-o'rinda turar ekan kattalik bo'yicha. Amerikada bu shahar. Rostni aytsam, juda ham tinch ekan. Aytishyapti, bizning rayonimiz opasniyroq deyishyapti, sababi bu yerda qurol olib yurish mumkin ekan har bitta odamga. Shunaqa gaplar. O'zimni kinodek his qilyapman. Ajoyib.